Bu videoni oxirigacha ko'ring, chunki bu videoga biz ko'p foydali ma'lumot beramiz. Qanday qilib profilni, sikla paketni o'zingizga tanlash kerak, u profillarni narxi nech puldan boshlanadi, qanaqa qilib o'rnatilgan profillarni ustolardan tekshirib qilib olish kerak, shu ma'lumotlarni bu videoni oxirigacha tushuntirib beramiz. Assalomu alaykum do'stlar, mening ismim Sanjar. Butun O'zbekistonga eng ko'p premium eshik va deraza romlarini sotadigan Imzo showroomini rahbari bo'laman. Biz O'zbekiston bo'yicha har kuni eshik va deraza o'rnatamiz. Ko'pincha odamlar pulni ortiqcha sarflaydi yoki kerak bo'lmagan joyiga tejaydi. Shu video orqali sizni uyingiz uchun qanday qilib eng yaxshi derazalarni tanlash kerak, ochiq va sodda qilib aytib beraman. Birinchi va eng muhim qoida, prayomni o'lchamidan kelib chiqamiz. Agar derazani balandi 2-2,5 metrgacha bo'lsa agar yoki kengligi 2-3 metrgacha bo'lsa agar, PVH ham yetarli bo'ladi. U 20 oyda issiq va shovqinni yaxshi ushlab beradi, ham narxi ham hamyonbop bo'lib chiqadi. Agar prayom kattaroq bo'lsa, ayniqsa polgacha panoramli deraza bo'lsa agar va katta ochilishi bo'lsa agar, faqat termoalyumin qo'yish kerak. U mustahkam bo'ladi, ham ishonchli bo'ladi, issiq sovuqni ham zo'r ushlab beradi. Eshiklarni esa faqat alyumin profildan yasaymiz. Sovuq yoki issiq turini joyiga qarab tanlaymiz. Agar sizga mansardaga, podvalga yoki tualetga kerak bo'lsa agar, bemalol sovuq seriyani tanlang, u arzonroq chiqadi. Yoki issiq ushlash kerak joy bo'lsa agar, bemalol termo profillar to'g'ri keladi. Eng yaxshi profil ham to'g'ri stikla paketsiz hech narsa emas. Chunki derazani 80% bu oyna. Oyna agar yomon bo'lsa agar, profildan sovuq emas, hamma sovuq oynadan o'tadi. Oynani tanlashni hozir sizlarga tushuntirib beraman. Birinchidan bizga 2 qavatli, 3 qavatli va 4 qavatli oyna bor. U qavatini devolingizdan qarab tanlashingiz kerak. Devolni agar tom bilan utiplit qilib qo'ysangiz agar, 2 qavatli oyna sizga to'g'ri kelmaydi. 3 qavatli qilish kerak. Agar shovqin ko'p bo'lsa agar, devolingiz yo'q bo'lsa agar, mana shu 3 tomonam oynadan qo'ymoqchi bo'lsangiz agar, 4 qavatli oyna qo'yish kerak. Shu paytga sizga issiq sovuqni ham, shovqinni ham yaxshi ushlab beradi. 2 qavatli oyna qachon to'g'ri keladi? Qachonki siz 40 sm, 50 sm gacha devorni pishiq g'ishtni o'zidan shovoq qilib yoki tosh bilan yopmoqchi bo'lsangiz agar, issiq sovuqni devor bilan pachti bir xil ushlab beradi. O'sha paytga 2 qavatli oyna ham to'g'ri keladi. Bizga yana 26-yilga eng zo'r trend kelayotgan narsa bu energiya tejamkor oyna bo'ladi. Energiya tejamkor oynani ustiga kumushdan napleniya qilgan, o'sha narsa issiqni, quyosh nurini tashqariga qaytib beradi, uyingizni issiqni ichkariga qaytib beradi. O'sha paytga siz ham konditsionerni kam ishlatasiz, ham gaz svetni kam ishlatasiz, uyingizni sovuq yoki issiq qilish uchun. Stikla paketning eng nozik nuqtasi uni terlamasligi. Agar siz stikla paketni noto'g'ri yasab olib kelgan bo'lsangiz agar, ichi terlab, dog' bo'lib, litr suv kondensat bo'lib oynadan tushadi. Shunaqa holatga tushmaslik uchun biz stikla paketimizni to'g'ri yasaymiz. Birinchidan stikla paketni to'g'ri germetik to'liq qilish kerak. Germetikni agar qilmasangiz agar, ichiga namlik, zaxlik, suv, chang hamma narsa kiradi. Ikkinchidan stikla paketni o'rtasiga sharikcha narsa bor, uni ismi осушитель. U o'ziga namlikni tortaydi, o'sha uchun stikla paket ichidan terlamaydi. Imzoni polniy hamma stikla paketini robot yasab beradi, o'sha uchun terlamadigan garantiya bilan qilib beramiz. Endi sizlar bilan PVH profillarini bir-biridan nima farqi bor va narxlari nech pul bo'ladi, shuni aniq qilib chiqamiz. Birinchidan bizga eng zo'r, eng ideal daraja profilimiz bu premium sakson. Dunyodagi eng zo'r profillardan biri bo'ladi. Issiq sovuq bilan shovqinni ideal daraja ushlab beradi, 3 qavat oyna bilan. Ham narxi ham hamyonbop bo'ladi. Narxlari taxminan 1,7 dan boshlanadi. Nimaga taxminan? Chunki dizaynga qarab narxni chiqarib beramiz. Agar sizga romizga ochilish bitta bo'lsa agar arzonroq bo'ladi. Shu razmerga, shu dizaynga ikkita ochilish qilsangiz agar qimmatroq bo'ladi, chunki mexanizm doполнительный ketadi, profillar ketadi. Shunga qarab narxlar farq qilishi mumkin. Biz sizga taxminan narxini tushuntirib beramiz. 7 Engelberg oltin o'rta bo'lib hisob qilinadi. Ham narxi ham zo'r, ham sifati ham ideal daraja. Agar siz devolni, tomni utiplit qilmasangiz agar, bazalt bilanmi, penaplex bilanmi, sifati zo'r bo'ladi, sizga mos tushadi mana shu profil. Bemalol siz mana shu profilni katta prayomlarga ham qo'yishingiz mumkin.
Narxi ham 1.300.000 dan 1.500.000 dan boshlanadi, sifatiga yarasha javob beradi. 6000 Trio eng arzon A klassga kiradigan PVH profil bo'ladi. A klass degani bu devor qalinligi 208 mm dan qalinroq degani. Bunaqa profil qiyshiq bo'lmaydigan yaxshi sifatli profil deb hisob qilinadi. Bu profilning 3 qavat rezinkasi bor va narxi ham hamyonbop. Narxi 1.100.000 dan 1 kvadrati boshlanadi. Bizning eng arzon profilimiz bu 6000 Eco degan profil bo'ladi. Narxi 500, 600, 700 mingdan boshlanadi 1 kvadrati. Buni oddiy mexanizm bilan o'rnatadi. Ko'p qavatli binolarga, ekonom segmentlarga mana shu romlar bilan yopib beramiz. Agar sizga bu romlarni ozgina boshqacha ranglar kerak bo'lsa, agar bu 6000 Quattro degan seriya bo'ladi. Unga ham arzonroq variantlar bo'ladi. Mana shu mexanizm, ochiq-mochiqi hammasi arzon ekonom segment bo'ladi, lekin narxi hamyonbop. Endi alyumin profillarga o'tamiz. Alyumin profillarni bizga ikki xil turi bor. Bittasi sovuq seriya deb hisob qilinadi, ikkinchisi issiq seriya deb hisob qilinadi. Sovuq seriya bu oddiy alyumin bo'ladi. Mana shunaqa ichiga hech narsa yo'q, lekin bu mustahkam alyumin. Buni press qilib termotexnologiya bilan yasab berish mumkin. Oddiy alyumin agar ingichka, uni bitta nagruzka bossangiz agar u qiyshiq bo'lib bo'ladigan bo'lsa, agar bu profil alyumin qalin bo'ladi. O'sha uchun bu nagruzka ham ko'proq ushlaydi. Bunga termoprofilni oshq-moshqlari, ruchkalari, furniturasi hammasi to'g'ri keladi. O'sha uchun bu eng ideal daraja profil bo'ladi. Mana shu mansarda uchun, uyni ichiga tualet, hammomga qo'yishga yoki podvalga qo'yishga, issiq sovuq ushlash shart emas bo'lgan joylarga mana shu arzon profil ham, sifatli profil ham bo'lib hisob qilinadi. Narxi 1.400.000 dan boshlanadi, 2-2.5 milliongacha ketishi mumkin. Alyumin profillarni issiq sovuq ushlab beradigan profili bu termoprofil bo'lib hisob qilinadi. Termoprofilga mana bunaqa poliamidni ko'proq narsa degan bor. Mana shu qora narsa hozir sizlarga yaqinroq qilib ko'rsatib beramiz. Bu poliamidni mos deb hisob qilinadi. Bu uni materiali poliamiddan yasab berilgan bo'ladi. O'sha uchun issiq sovuqni o'tkazmaydi. Qancha mana shu poliamidni mosda, mana shu qora narsasi uzun bo'lsa agar, shuncha issiq sovuqni zo'r ham ushlab beradi. Eng zo'r termoprofillar bu Termo 98 deraza uchun ideal profil bo'ladi. Shuni Termo 105 eshiklar uchun ideal daraja profil, issiq sovuqni zo'r ushlab beradigani bo'ladi. Bu yerga biz 4 qavat oyna ham qo'yishimiz mumkin. Issiq sovuqni maksimal daraja ushlab beradigan, mustahkam, baland binolarga ham to'g'ri keladigan profil ayniqsa mana shu bo'lib hisob qilinadi. Bizga undan bir pokoleniya pastroq varianti bor. Agar siz uyingizni bazalt bilanmi 10 cm gacha yoki pinaplex bilanmi 10 cm gacha uteplech qilib qo'ymoqchi bo'lsangiz agar, mana shu Termo 85 ideal daraja sizga to'g'ri keladi. Termo 85 ni poliamidni mosti 4 cm, narxlarini ham taxminan 3.5-4 milliondan boshlanadi 1 kvadrat metri. Agar sizga bazalt bilan uteplech qilmagan joyingiz bor bo'lsa, agar oddiy mana shu g'isht devor, pishiq g'isht bilan yasab qo'yilgan devor bo'lsa, agar Termo 78 bilan Termo 65 ideal daraja tushadi. Termo 78 bu qayerga katta binolar bo'lsa agar, katta proyomlar bo'lsa agar, mustahkam profil kerak bo'lsa agar, mana shu profillarni qo'ying. Ideal daraja tushadi. Buni dizayni ham juda ham chiroyli, o'ziga juda ham yoqadigan, yarashadigan izgiblari bor. Mana shu Termo 78 ni. Termo 65 bu neoklassika deb hisob qilinadi. Buni dizayni tashqari tomondan tekis bo'ladi. Juda ham mana shu neoklassikaga to'g'ri keladigan variantlar. Termo 65 bilan Termo 78 ni narxi ko'p farq qilmaydi. Taxminan 2-2.5 milliondan boshlanadi derazalarning narxi Termo profildan. Lekin bu profildan katta parayomga panoramli romlar, panoramni ochilish, katta ochilish qilish bemalol mumkin. Termo 57 eng arzon termo profildan hisob qilinadi. Poliamidni mosti, termo ko'proqi buni 1 cm bo'ladi. Narxlari ham juda ham arzon, 1.5 million, 1.800.000 dan boshlanadi. Mana shu eshiklar bo'lsa agar 2-2.5 millionga ketishi mumkin. Sizni uyingizga romni o'rnatgan bo'lsa agar, bu romni qanaqa qilib tekshirish qilishni bu videoga aytamiz. Romni o'rnatishda oldin urovinni olish kerak. Urovin degani nima degani? Mana shunaqa tomonda bir xil, tepasi ham bir xil, pasti ham bo'lishi kerak. Bitta urovinga turishi kerak. Nima uchun bu muhim? Ochib qo'ygan paytingizga mana shu romiz qiyshiq bo'lmaydi, o'zidan o'zi ochib ketmaydi. Bu keyin toshga ham ko'rsatadi. Agar noto'g'ri o'rnatgan bo'lsa agar, toshga ham ma'lum bo'ladi. Birinchi variant buni tekshirish qilishga mana shunaqa lazerni qo'yasiz. Lazer pastidan tepasiga bitta urovinga ko'rsatsa agar, bemalol bu to'g'ri o'rnatilgan rom bo'ladi. Yana bitta variant, agar sizni devoringizni shuvoqni olgan bo'lsa agar, mana metr bilan o'lchaysiz. Bu tomon bitta urovinga bo'lyapti.
mana shu romni o'rnatgan bo'lgan payti ham atkosi ham bitta o'ringa bo'lish kerak. Pasti ham 11,5 bo'lyapti, tepasi ham 11,5 santimetr ko'rsatyapti. Bu to'g'ri o'rnatgan rom bo'ladi. Yana undan nisbatan любой hamma romlarni, padakolniki bo'lgan romlarni, polgacha bo'lmagan romlarni mana shunaqa podstavочный profil bilan o'rnatish kerak. Nima uchun bu muhim bo'ladi? Birinchidan, romni tagidan sovuq ham, issiq ham, namlik ham, shovqinni ham o'tkazmaydi. Mana shu podstavочный profil birinchidan. Ikkinchidan, romni qiyshiq bo'lishni oldini oladi. Chunki nagruzkani hamma tomondan bir xil ushlaydi romni ham. Shunaqa holatga tushmaslik uchun mana shu narsa bo'lishi shart. Undan nisbatan mana bunaqa lentalar bor. Bu lenta paraizolyatsionni bilan parapronicamый lenta deb hisoblanadi. Bu lentani ichkari tomondan qo'yish shart. Tashqari tomondan agar sizni joyizni shtukaturka bilan penani yopmasangiz agar qo'yishingiz mumkin. Bu lenta namlik, zaxlik, suvni shunaqa narsalarni uyingizga o'tkazmaydi. O'sha uchun chiroyli qilgan remontingiz ham mag'orsiz bo'ladi. Bu romni tekshir qilib, o'rnatilgan paytini qanaqa tekshir qilib qo'yishni tushuntirib beradigan video. Qanaqa profil tanlamasangiz agar ham, arzon profilmi, qimmat profilmi, hammasini hal qilib beradigan narsa bu montaj bilan yasab berish jarayoni bo'ladi. Mana shu agar montajini yasab berishni noto'g'ri yasab bersa agar, montajni noto'g'ri qilsa agar, mexanizmlarni arzonni qo'yib, romlaringizni noto'g'ri mexanizm bilan ishlatsa agar, romlari sizga yaxshi ishlamaydi. Mana shunaqa holatga tushmaslik uchun biz sizga butun O'rta Osiyoga eng katta, eng zamonaviy ishlab chiqaradigan rom zavodidan romimizni yasab beramiz. Montajni ham qilib beradigan bolalar o'z ishini mutaxassisi bo'ladi. Yevromontaj bilan zamonaviy o'rnatib beradi. Chunki biz 25 yil kafolat beramiz va 5 yil bepul servis qilib beramiz. O'sha uchun ideal daraja o'rnatib berishimiz shart. Odamlar eng ko'p qo'rqadigan narsasi bu qimmatbaho profildan noto'g'ri yasab qo'yilgan romni montaj bilan buzib qo'yish. Keyin 1-2 yildan keyin montajdan sizga yasab bergan ustani firmasi yopib ketib, hech kim javobgarlikni bo'yniga olmaslikdan qo'rqadi. Shunaqa holatga tushmaslik uchun bemalol bizga murojaat qiling. Ishonchli deraza o'rnatmoqchimisiz? Shu video pastdagi havola orqali zaявкani to'ldiring.